Yuhanna yazgan 2-chi xat. Xudo tarafidan tanlangan xonimga va uning farzandlariga menki e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchisidan salom. Men chin ko'nglimdan sizlarni so'yman. Sizlarni yolg'iz malla emas, Xudoning haqiqatini tunib yetganlarning hammasi so'yidi. Chunki bu haqiqat qalbimizda yaşamakta ve mengü bizge yar boluda. Erishtiki otimiz ve onun oğlu İsa Mesih hakikat ve mihir muhabbet içinde yaşaydıgan bizlerge mehir şefkat, rahimdillik ve amhallık ata kılgay. Farzandlaringizdan ba'zilarining erishtiki otimizdan olgan emir bo'yicha haqiqat yo'lda maganligini ko'rib, intayin xursand bo'ldim. Hurmatli xonim, endi men sizdan shuni o'tinamanki, biz hammamiz bir-birimizga mehr muhabbat ko'rsatishimiz kerak. Men sizga yezayotganlarim yangi bir emir emas, balki biz burundan tatib qabul qilib kelayotgan emirdir. Mehr muhabbet, Xudoning emirlariga amal qilib yashash demektir. Xudoning emri bo'lsa, sizlar burundan tatib anglab kelayotgandek, mehr muhabbet yo'lida mengishdir. Nurg'un soxta ta'lim berguchilar dunyoning hamma joylarida paydo bo'ldi. Ular İsa Mesih'ning dunyoga inson tindi kelganligini e'tirof qilmaydi. Bundaqlar dal aldamchi ve İsa Mesih'ning raqibidir. Xudo yo'lida sundigan ajringlarni yo'qitib qo'ymay, Xudoning to'liq in'omiga ega bo'lishinglar uchun o'zinglarga ogoh bo'linglar. İsa Mesih'ning ta'limlarida ching tumay, uningdan ketganlar Xudo otiga bağlanmagan bo'ladi. İsa Mesih'ning ta'limlarida ching turganlar bo'lsa, erishdiki otimiz ve uning o'g'liga bağlanib yashayotdi. Agar birer kishi sizlarning jamoatchiliklarga İsa Mesih'ning ta'limlarini emas, balki boshqacha ta'lim ilib kelgan bo'lsa, uni uyinglarga taklif qilmanglar, ham uni qarshi olmanglar. Chunki undaq odamni qarshi olgan kishi uning yomon ishlarga sherik bo'lg'uchidir. Sizlarga deydigan yana ko'p so'zlarim bor edi. Lekin qog'oz bilan siyoni ishlatgandan ko'ra, xushallig'imizning to'lib teshishi uchun yeninglarga berib, didor ko'rishib so'zishni afzal bildim. Xudo tarafidan tanlangan hadingizning farzandlaridan sizga salom.